Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'ruvchilar. Erik televiziyasiga xush keldinglar. Bugungi siyosat maydoni suhbat programmamizda Turkiyaning Ankara shahrida yashayotgan Erkin Akram efendim bilan o'tkazgan suhbatimiz huzuringizda bo'ladi. Yoqtirib ko'rgaysizlar. Erkin efendim, siz yani çetellerde birden-bir tanılgan yani Uygurlarning bu siyasi stratejiya jihatdagi mutaxassis tadqiqotchi. Sizce yani bu hozir O'rta Osiyoda deylik mesela Pakistan başçılığıda bu Şanghay yani Qozog'iston Qirg'izistonga qo'shib Şanghay hamkorlik teşkilat bular qurildi. Yaqinda mesela Kambojadan yani başka devletlerden mesela 22 Uyg'ur bir 17 bir Uyg'ur bir qaytarildi mesela bular. Hem qo'shnilarning hammasi Xitoylar bilan yaqin bir munosabat qildi hozir qo'shni davlatlar. Hem Xitoy barliq kuchini mesela bu mesela Şanghay ishbirligini qurish hamda mesela Uyg'urlar uchun qaratilgan deb ba'zilar shuna bir qarashlar bu to'g'ri qarashmi sizcha? Ya'ni Xitoy bu nima maqsadlar bilan bu qadar bedellarni to'lab mesela hamda yoki sizcha yani bu şekilde davomlashaverib bu yani bizga bu qarindosh deb qo'yamiz hamda bu qozoq, qirg'iz, o'zbeklarni bulardan her zaman bizga mesela ziyon kelaveradimi yoki bu sizcha bir ma'lum bir bosqich, ma'lum bir yillar yani ma'lum bir mezgil o'tgandan keyin biraz Uyg'urlarga bir yordamlashish va yoki yani bu to'g'risida sizning bir ko'z qarashlaringizni bir anglab boqgan bo'lsak. Xitoy yükselgen siri onun qo'shni davlatlarni ansirashning ichida yashaydi. Buni tanlaydigan ikki yo'l bor. Birisi ya Xitoy bilan mücadele qiladi, kurash qiladi, ya da Xitoy bilan hamkorlik qiladi. Hozirgi vaziyatda Xitoyning qo'shni davlatlar hammasi hamkorlikning ichida. Hamkorlik munosabati bor. Bu devletlerin arasındaki bu münasebet yani xalqaro munosabatda devletlerin arasında ebedep ötkendek menfaat münasebeti. Menfaatga to'g'ri kelib qolsa, u vaqtida bu hamkorlik munosabati davom qildi. Agarda ta'til kelib qolsa, Xitoyga qarshi chiqalaydi. Ammo bu qo'shni davlatlar hammasi ojiz bo'lgandan keyin Xitoyga qarshi bir mücadele qilish yoki kurash qilish tez. Bunda bir ahvolda Uyg'urlarga jiq ziyon berdi. Ama Şark Türkistan meselesi O'rta Osiyodagi devletler için başka bir stratejik bir ahval var. Şark Türkistan meselesi devam qilgan bosqichlarda Qozog'iston uchun xavfsizlik jihatda bir foydaliq var. İqtisodiy jihatda foydaliq var. Çünkü eğer Şark Türkistan bu mesele oturdan kalkma ne diyoruz? Eğer Şark Türkistan meselesi oturdan yo'qolib ketsa, o zaman Qozog'iston, Qirg'iziston, Pakistan degan devletler hammasi Xitoy bilan yüz-yüze keladi. O yüz-yüze kelgan vaqtida o'zininki manfaatiga bo'libmi, iglik huquq va toprak bütünlüğüne ziyon berdi. Bundaq bir ahvolda har qanday devlet mushu ishki manfaatga to'qingan vaqtida cho'qim o qanchalik kuchli bo'lsa olsun shunun qarshi chiqadi. Agar bu chetdan o'ylaydigan bo'lsak, Qozog'iston va ya Xitoyningki qolgan qo'shni davlatlar Sharq Turkistondek bir masalaning davom qilishini xohlaydi. Bu maxfiy chetdan ko'ringan narsa, ammo ochiq bo'lgan taqdirda hamkorlik munosabatini davom qiladi. Misalga Xitoy parçalanib ketdi. Misalga Xitoy Amerika urushib ketdi. Misalga Rossiya Xitoy bilan urushib ketdi. U vaqtida boshqa bir fursat tug'di. Ammo bu bir ehtimolni so'zlayapmiz. Hozirgi ahvolga qaragan chaqda bunda ehtimol ko'rinmayapti. Erkin efendim bu Hindiston meselesi mesela hazır. Hindiston bilan Xitoylar o'rtasida mesela bir qancha torbatlarda bu yaqinlarda bir xabarlar chiqdi. O'zaro xiris qilishayotgandek bu mesela. Bunun mesela bizning Uyg'ur davosiga biraz bir foydasini bo'lish ehtimoli bormi? Mesela bu voqeaning cho'ng'ayishi yoki bu şekilde
Hindistan eğerde Şarkı Türkistan ve Tibet'teki meselelerini Xitayga qarta bir siyasi kozur kılıp işiltimen dep planlagan bolsa, onunla karar bergen bolsa, vaqtida Uygurlarni işiltidi. Tarihten beri Uygurlarni işletken çoğun güçler işiltip taşıp etken. O vaqtida Uygurlar aşı çoğun devletler bile kandak valis oynaydigan, kandak tanıs oynaydiganını ügüniş lazım. Şu oynap jürüp özünün menfaatini kolga tushirish lazım. Eğer oynashni bilmese, ayada izlip tüyep gidiyor. Rahmet Erkin efendim, bu siz Türkiye'de yaşayatsınız. Türkiye hakkında mı bir işe kız siz yapasınız, yani Türkiye Uygur siyasetiga bir yeni özgürlükler bulawatamdı. Ya ki aşı 7. ayının 5'ten keyin xalqning hamda biz qarindosh degan şekilde bir şuarlarını to'g'lab, yani şu besqancha yana besqib yana asaltiga o'tib qolwatamdi. Bu Türkiye'deki xalqlar yoki davlat haqida biraz ma'lumot bergan bo'lsangiz. Ham Türkiye halkı Uygurlar bilan urug' tuqqan bo'lg'achqa, qandaq bo'lmasa hissiyat jihatda, tarix ve medeniyet jihatda bir yaqinlik var. Uygurlarningki taqdirining bundaq bo'lishig'ima ko'ngli og'riydi. Qanday qilib bularga yordam qilsak deb o'ylaydi. Ammo men deb o'tgandek, davlatlarning orasındagi o manfaat har qanday bir guruhninki ya da bir millatninki, kichik bir millatninki manfaatidanmi muhim bo'lg'achqa, ba'zan da Uygurlarningki bu mustaqil hareketlerge yardım kılamaydı, qo'llab quvvatlamaydi. Türkiye hazır Şarkı Türkistan ya da Uygurlarga yürgizayotgan siyaset şu kişilik hukuk chetdi. Yani Uygur meselesi devadıdı. Şarkı Türkistan meselesi demeydi. Şarkı Türkistan meselesi dese mustaqillik meselesi oldu. Eğer de Uygur meselesi degen olsa o bir etnik meselesi oldu. Ama Türkiye bu etnik meselesini oturup koyuyordu Xitayga. O Uygur kişilik hukuk. O Uygurlar yaxşı yaşasa biz mi korsan bulumuz? O Uygurlar mutlu bolsa, hoşal xuram bolsa, biz mi hoşal xuram bulumuz deb bunu ta'kidladi. Ondan keyin bu Uygurlar iki devletning munosabatini kuchlantiradigan medeni bir körük olsun deb tirishibdi. Yani bu körük şekillengandan keyin hem Uygurlarningki hozirgi kishilik huquq jihatdagi meselelerini qo'g'day oladi, hem de Xitoy bilan bo'lgan munosabatini kuchlandira oladi bu körükning vasitasiyle. Çünkü Türkiye taraqqiy qilayotgan bir davlat bo'lgandan keyin chet eldan kelgan mablag'larga ehtiyoj bor. Ondan keyin Birleşken Devletler'de daimi komitesininki a'zosi bo'lgan Xitoyning xalqarodagi ta'siridan foydalanmak isteydi. Şununla Asya'da yükselayotgan bir kuchni ko'may başka ishni qilib bo'lmaydi hamda. Yani o bir kuch, bir real. Şununla Türkiye mi Xitoyga bilan düşman bo'lib, o bunu qilmaydi. Çünkü devletlerin arasındaki münasebet bunda emas. Yani kişilerin arasındaki münasebetga o'xshamaydi. O yaman farklılık bir narsa. Şununla Türkiye bir yanda Uygurlarningki o kişilik hukuklarını qo'g'daymiz deb tirishibdi. Bir yanda Xitoyning igilik huquqiga, toprak bütünlüğüge hürmet qilamiz deb ifoda qilyapti. Hamda Xitoy tarafı buni qanchalik ishindi? Çünkü ani deb turib, ma'ni qilmoqchimi deb Xitoymi gumon qilyapti. Shunga bu da Türkiye'ye ait Çin inkaslarını ko'rsatdi Xitoy tarafı. Türkiye'mi Xitoyga qarta Uygurlar meselesinde Çin ko'rsatdi. Ama qisqa bir zamandan keyinla Xitoymi yumshadi, Türkiye'mi yumshadi, çünkü iki devletning arasında bunda krizler devam qilsa bo'lmaydi. Xitoymi Türkiye'ye mablag' salamiz deb birinchi qatimda 3 milyar dollarlik mablag'ni salamiz deb so'z bergandan keyin Türkiye mi bununla memnun qolg'achqa hozir iki tarafning münasebeti yaqinlashyapti. Yaqinda Xitoyningki bosh ministri Bin Jiabaoning Türkiye ziyaretidan keyin balki iki devletning arasındaki o gergin ve ziddiyet chiqqan o ahvollar asta yo'qolib, belki bu voqeadan evvelki o munosabatning ahvoliga tushishi mumkin. Eğer aşında boğan ahval aslında Türkiye'deki hazırki teşkilatlarını
qo'llayotgan ya'ni ijtimoiy tashkilotlar va yoki xalqlarning biroz yana pasayib qilishi mumkinmi? Bu ehtimol bor, pasayishning ehtimoli bor, ammo bek tövanga tushib ketmaydi. Men degandek Turkiyadagi xalq Uyg'urlarga hissdorchilik bildirdi. Türkiye'deki reisler, mayli ministr olsun, mayli baş ministr olsun, cumhur reisi olsun, bunlar saylan bile kilidi. Bunlar halkının ki bir avazı bile kilidi. Eğer halkının vicdanını ve bu cemaat fikirge xilap kelgen vaxtıda ular avaz alamagandek, bular mı baş ministr mi bulamaydı, cumhur reisi mi bulamaydı. Bundaq degen vaxtıda Uygurlarının, Şərq Türkistan Teşkilatı'nın Türkiye'deki faaliyetler yo'qolib ketmeydi. Ama bekle evci, bekle yükselip gitemeydi hamda. Bu bir vaziyet ama akıl işletken takdirde ebeki ahvalını özgertkilme buludu. Hem nimeden üstün akıl gücü.